Yangihayot tumanida joylashgan elitli mahallalardan bittasi Xushnut mahallasiga kelganmiz. Bugun sotuvimizda 1,5 sotuvlik kottedj. Ko'rsatib o'tamiz. Bu kottejimiz umumiy hisobda 12 ta bo'lgan. Hozir 7 ta sotildi. Shulardan bittasini sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Fasadimiz 9 ga 17. Kiramiz. Mashina kirishga mo'ljallangan shunaqangi chiroyli darvozalari ham bor ekan. Uyimizning remont ishlari ozgina qoldi. Mashina qo'yishga joy bor. Yonida letniy kuxnyasi, общий sanuzellari bilan uyimizga kiraveramiz. Xonadonimiz 3 ta уровеньdan iborat, ya'ni podval, birinchi qavat va ikkinchi qavat. Birinchi qavatida shunaqangi chiroyli hollari bor ekan. Yon tomonida oshxonasi. Remont ishlari ozgina qoldi. Xudo xolisa bitirib berishadi. Umumiy zaliga kiramiz. Remontlarni bitta ko'rasiz, lyustralari chiroyli qilingan. Keyingi xonasiga o'tamiz. Birinchi qavatdagi sanuzelni ko'rsatib o'ting. Bitta birinchi qavatdagi spalnisi bo'ladi. Bu yoq tomonimizda bizda shunaqangi havo aylanishi mo'ljallangan joy bor ekan. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu yoqda bizda zinalarga e'tibor beramiz. Zinalarni ham remont qilib bitirib berishadi. Xo'p. Ikkinchi qavati, bu yoqda bizda yana bitta xonasi bo'ladi. Xohlasanglar zal, xohlasanglar bitta yana bitta katta spalni sifatida foydalansanglar bo'laveradi. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona va yana bitta sanuzeldan iborat. Sanuzelni ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda bizda yana bitta detskiy xona sifatida foydalanuvchilar bo'ladi. Bu yoqda yana bitta detskiy xonasi. Yana bitta spalni qismi bo'ladi. Bu yoq tomonimiz bizda balkoni ko'rsatib o'ting. Orientir etib o'taman. Orientir 10-hududda orqa tomonida joylashgan 1,5 sotuvlik kottedj. Narxi kelsa, narxi 162 ming so'ralyapti. Nomer qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa telefon ko'rasizlar.